Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'mi-salomatmisizlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ulug'bek Ovoz fuqarolar yig'inida 29-sonli maktabdamiz. Ya'ni maktabimizda bizning bolalarimizdan, masalan, shaxsan meni bolalarimdan, boshqa bolalarimdan bo'lsa, 80 ming so'mdan pul so'rab turar ekan sinf rahbarlari. Ya'ni bu qanchalar qonunga to'g'ri keladi. Ya'ni rayona prikaz bergan bunda deb kraskaga pulinglash, bu eski davrlarda qolmadimi bu narsalar? Ya 2010-yilda qolmadimi ya yana boshlandimi shu davrda? Bir bizada tibbiyot birlashmasi bilan ta'lim sohasi qoladi besplatniy. Bu qani boshqa уже ta'lim sohasi ham platniy o'tib boshladi почти. Уже maktablarimiz ham platniy. Shu har oy davomida bugun forma kiyib dedi, ertaga bantik taqib dedi, orasi kun yana bir narsa kiyib dedi, undan so'ng yana bir narsa kiyib dedi. Shu 29-sonli maktab direktori kerak ekan. 29-maktabning direktori Shokin. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi ta'lim vazirliklaridan so'rab qolar edik. Shu narsani bir bartaraf etib, bir oldin olib bersanglar. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek plashatkalarimiz ham muammo haqiqatdan 29-maktabni plashatkalar ham yo'q bu yerda. Shu bolalarimiz futbol o'ynash uchun, boshqasi uchun. Bu yoqqa desata berilgan. Desatga yaxshi yomon emas, lekin immuniy ko'rakka o'rnatdilar. Bu ozgina plashatchi bo'lib, bir sport bilan shug'ullanish kerak bu bolalar. Sport zal bizlarda yetarli emas. Toza havoda futbol o'ynagan bolalar boshqacha sog'lom bo'ladi. Ya'ni bizani O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz ham aytib o'tdi. Bolalarimizni sog'lom rivojlantiring. Lekin bu yerda bu narsani ham ko'rmayapmiz. Ko'rib turganlaringizdek, yo plashatkadan narsa bog'lanib, yo pul so'raygan, ertagina ota-onalar ham turibdi. Agar qo'ldan kelsa, shulardan bir batafsil bir ozgina korotkий video yetib bo'lsam, bir video obzor bo'lsam aytib ketaradi. Lekin bu yolg'on ma'lumot emas, haqiqat. Потому что sinf rahbarlaridan ham bu haqida intervyu olishga harakat etamiz. Nechun so'rab turibdi, nima sababdan? Yurtdoshlar, davom etinglar, bizani ko'rishni. Xudo